singillar, hammalariga rahmat. Siz yoningizda kamarbasta bo'lib turibdilar. Alohida rahmat Faxriddin akamni uchun. Ilohim to'kilganlarning o'rni to'lib bundan katta to'ylarni qilib beshik to'ylarga ulanishiga biz tarafdorimiz. Bag'ringizga yaxshi xonadon, palagi tozalarni bir so'z bilan aytganda, ma'rifatli, madaniyatli, ziyoli xonadonda ta'lim tarbiya olgan, peshonalari sajdali, qalblari iymon, e'tiqodli go'zal qizni olib keldik. Bag'ringizda o'sib, uni qizlaringiz qatorida qiz bo'lib, xizmatlari kelindek, mehr muhabbatlari sizga qizdek bo'lib, maza qilib erkalanib yursinlar. Chunki bu sulola ham el yurtda obro' qozongan mahallaning eng oldi sulolalaridan. Bu sulola bardavom bo'lsin, yaxshi o'g'il qizlar dunyoga kelsin. Ilohim bordi keldilik abadiy bo'lsin, kelin muborak bo'lsin. Endi kelin deymiz deydi, o'z nomi bilan keyin qiz bo'lib ketadi bag'ringizda. Lekin hurmatlarida, izzatlarida bo'lib, xizmatlaringizda bo'lsinlar.